Salam muşu bugungi kasbi çaytamir aşxonasi jam bo'lgan. Yakan nayimizning eng suyumli, eng ulug', eng mehribon, bir-biridan chiroyli bo'lgan mehribon onalar, mehribon otalar kelgan qadimlarga marhaba. Biz bugün muşu 2024-yillik muşu munavvar fidoilar muşu aşxonga jam bo'lib o'tiribmiz. Bu yerda muşu Ro'shangul Zanjan nurg'un riyozatni chekish orqali bugün mana muşu her qaysimizninki muşu to'lagan bedellarga tushdik. Abdunur rayimizdan bergan muşu lavha ordenlarni muşu hammamiz maydamizga taqab turibmiz. Muşu yakanda men o'ylayman muşu so'ringa jam bo'lgan kishilar muşu mehr muhabbatni, kishilik odimiylikni, o'zaro izzat hurmatni, boshqalarning qiyinchiligini mening qiyinchiligim deb turib oldingi safda mengayotgan eng jafokash kishilar. Shunga buningdan keyin muşu yakunimizda mushundaq saxovat xumar, saxovat qilishni o'zining muqaddas burchi deb qo'llayotgan. Shundaqla mening mas'uliyatim kishilarga yaxshilik qilish, qiyinchilik qilganlarga yordam berish mening majburiyatim deb bilib turib, o'zininki oila ishlarini va xizmatlarini tashlab turib, oldingi saflarda muşu Ro'shangul Zanjan boshchiligida nurg'un muşu qiyinchilik vaqtlarga saxovat qo'lini sunib keldi. Yana bundan keyin taqam mushundaq ishlarimizning yakunimizni ko'plab chiqib, muşu bir taraf qiyinchilik uchrasa, yana bir taraf ko'krak kirib o'tirib chiqishdek mush alayda xislatimizni, mas'uliyat majburiyatimizni namoyon qilib, bundan keyin davomli muşu holatimizni saqlab, taqimi taraqqiy qilib, muşu Ro'shangul Zanjanning yetakchiligi boshchiligida taqimi muşu saxovat kishilarimizni noyimizning har qaysi yiz bozorlari, noy ichi bo'lsin, shundaqla atrofiga qo'shni noy shaharlar bo'lsin, nerede qiyinchilik bo'lib qolsa, biz shu yerda bor. Qolgan gapni Ro'shangul Zanjan gapirsin. Biz ama yakan fidoilar atrofi yakan noyimizdagi xayr saxovat fondi bo'lib, bu yakan noylik ittifoq komitetining yakan noylik partiya hukumatning to'g'ri yetakchisi shundaqla bizning Abdumrahimlik fondiningki, ya'ni saxovat fondining qizlik sentning yetakchiligida qurgan bo'lib, bu biz bu top qurg'ili 10 yil bo'ldi, yana 2014-yili yakan noyisda dastlab bizning ustozimiz bo'lgan Risolat Yoqub xonim shu orqali qurgan bo'lib, bu topda dastlabda 8 odam bor edi. Keyin taraqqiy qilish orqali hozir 210 necha odam bor. Sirtda ham yordam qilgan bor topda bo'lmagan bilan. Shunga kundan taraqqiy qilib, bu nurg'un maktab, ijtimoiy yiz maktablar, va shaharchilikka qiyinchiliklar maktablar, hech qanday maktablar qolmadi, yordam qilmagan. Yizlar, yani 19-da, 20-da, damsi yizsa, ishqilibga yana qag'achi yizsa, qatorliq dehqonlarga yordam qildik. Shunga barliq başı mehribon otalar shu raydan Allah uchun yuragimdan rahmat aytaman. Mushun to'g'ri qo'llashi bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda taraqqi o'yinchini yaxshi. Adamni ko'payib yaxshi bo'ladi. Bularga noylik ittifoq komitetiga chong yuragimdan rahmat aytaman. Shunning to'g'ri yetakchisida başta yaxshi kelib ketdi. Bugungi kunda men qilishim o'ylagan bu taqdirni so'raganda shu o'lib yaqinmaylar ekan. Başta bir faaliyetini öz aldığımızda qilaverdik. Maşu Abdurrahimlik hep onun kamg'usi var bergan, maşu guanani izlakdan sizning yanına qatnashdik. Ko'rdi maş bizning tusli ovoz, kesin qo'llanamiz departat vaqtni chiqib shu yerga chiq yakanning benimizni ashulaga muhtam tushuntirib qo'ydi. Bizning o yig'inning oxirida bizning bir qiziq ketgan bo'ldi. Tusunjog'im uchun rahmat aytaman, hammalarga rahmat aytaman. Hammalar ko'p rahmat, hammalar jafotatlar, mehribon otalar, Allah. Bizning qaltisligimiz sizdek bir yo'lboshchimizdan bo'lganligini biz mush qaltisligiga ishon sharafga erishdik. Bizda qaltis qilgan sizlar. Bizda qaltis qilgan biz mush qaltislikdan ham sharafga erishdik. Sizlarga rahmat. Tallari salomat bo'lsin, ömürleri uzun bo'lsin, saxovat qo'llari mamlakatimizdan har qaysi joylarga yetsin. Hammaga rahmat. Rahmat.